Keyin bo'ladi mana shunaqa bejik soch karti bo'lar ekan. Mana shu kartasi orqali ushbu binodagi va shu kollejga taalluqli bo'lgan har qanday binoga kirishi mumkin ekan. Ba'zi binolarga bizga ruxsat bermadi. Shuning uchun sizlarga qo'limizdan kelgancha mana shu narsalarni yoritib berdik. Lekin sizlarni qiziqtirgan savollarni so'rab javob oldik. Xullas kollejga kirish qiyin emas ekan. Agar siz ingliz tilini bilmagan taqdiringizda ham kelib o'zlarini ingliz tiliga tayyorlov kurslari bor ekan. 3 oylik, 6 oylik o'sha kurslarni tugatib, keyin kollejda o'qishni boshlashingiz mumkin ekan. Kollej pullik ekan. To'lovlari siz fakultetingizga qarab 15 ming, 5 ming, 10 ming shunaqa fakultetlar bor ekan. Lekin unga sizga davlat tomonidan va ta'limni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar tomonidan kredit berilar ekan, foizsiz. O'sha kreditlar orqali siz kollej pulini to'lashingiz mumkin ekan va ertaga siz kollejni tugatib, o'zingiz sohangiz bo'yicha ishlashni boshlaganingizda o'zi avtomatik siz oyligingizdan nechadir foizini o'zlari olib qolishar ekan. 2 yildan keyin bakalavrga to'g'ridan-to'g'ri transfer qilib, bakalavrda 3-kursdan o'qishni boshlab, 3-4 ni bakalavrda o'qib, bakalavr diplomini olib chiqishingiz mumkin ekan. Bundan tashqari bu kollej yaxshi tomoni 2 yil bu kollejda o'qib turib, 2 yildan keyin bakalavrga to'g'ridan-to'g'ri transfer qilib, bakalavrda 3-kursdan o'qishni boshlab, 3-4 ni bakalavrda o'qib, bakalavr diplomini olib chiqishingiz mumkin ekan.